Assalomu alaykum. Candy Gold kompaniyasidan shunaqa o'yin o'tkazyapmiz. Shirinlik so'zini 4 ta tilda aytsanglar, shu sovg'amizni sizga beramiz. Sweet, сладости, shirinlik. 5 gacha sanayman. 1 2 3 4 5. Mayli, sog' bo'linglar. Dolce, desert, Aha. tatlı, sweet. Sweet. Молодец. Rahmat kattakon. Candy Goldga obuna bo'lib qoling. Rahmat. Xo'p. Sladkий, candy, shirinlik. Sladist. Ruschada adashmasam. Sweets inglizchada, turkchada tatlı, qozoqchada tatliq bo'lsa kerak. Молодец, to'g'ri. Podarikimiz sizga. Rahmat katta. Candy Goldga obuna bo'lib qoling. Obuna bo'lib qo'yamiz. Omad. Yo'q, bilmayman-da. O'ylab ko'ring. Yo'q, bilmayman. Rahmat kattakon. Sladость. Besh gacha sanayman. 1 2 3 4 5. Mayli, keyingi safar. Rahmat kattakon. İngilizcesi sweet, tatlı, bu Türkçesi sladis, Arapçası fala. Молодец. Mana bu sovg'amiz sizga. Yo'q, bilmayman lekin. Sladis ruschada, shirin bu o'zbekchaga, shirini tojikchada, qatrang'um qozoqchada. Rahmat kattakon. Candy Golddan shirinliklarimiz arziydi. Siz-chi? Siz shirinlik so'zini nechta tilda bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.